Lovis. Labbingdan o'psam aytgin jonim nelar qilasan, belingdan quchoqlasam jonim nelar qilasan. Salom yosh qiz. Mashina olgani keldingizmi yoki Men ishga joylashmoqchi edim. Bugunga chaqirilgandim. Ozroq kech qoldim. Kamina shu avtosalonning egasini o'g'liman. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Zuhra? Aniq ayta olamanki, sizni yoshingiz 17 da. No, 19 da. Hoy bola, yana mijoz qizlarni boshini aylantirishni boshladingmi? To'g'ri aka, men hozirgina keldim. Bu qiz ishga yangi kelibdi. Unga mashinalarni o'rgatayotgandim. Men qiz bolani ishga olaman demaganman. Sen bola, avtosalonni egasini o'g'liman deb nechta qizni boshini aylantirib yurgansan. Hoy qiz, yigiting bilan svidaniya qilishga boshqa joy qurib qolganmidi? Yo'qol ko'zimdan. Lovis, birinchi qism tugadi.